alaykum hammaga. Sizlar bilan o'tgan darsimizda yurakning klapanlari, yurak kameralari, ularning tuzilishi va katta va kichik qon davrasi haqida qisqacha to'xtalib o'tgan edik. Bugungi darsimiz asosiy qon tomirlar va yurakning so'nggi qon sistemasiga oid bo'lgan darsimiz bo'ladi nasib qilsa. Xo'p, yana bir marta yurakni takrorlab o'tsak. Yurak 3 qavatdan iborat hisoblanadi. 3 qavat tashqi, o'rta hamda ichki qavat. Tashqi qavatning o'zi ikki qismdan, tashqi qism va ichki qismga bo'linadi. Tashqi qism bu yerda endi xiraroq tushibdi, perikard. Ichki qism esa epikard deyiladi. Epikard. Epi degani usti, tashqi degani peri. Endi tashqi hamda ichki qism o'rtasida mana shu joyda sinovial suyuqlik bo'ladi. Sinovial suyuqlik yurakning ishlash mexanizmida uni qizib ketmasligini oldini oladi. Bilamiz, yurak bir kecha kunduzda 100 ming martagacha qisqarib, 10 tonnaga yaqin qonni yurakdan haydab chiqarib beradi. O'rta qavati muskulli miokard, kard deganimiz bilamiz yurak, ichki qavati esa endokard hisoblanadi. Endi qon tomirlar tuzilishi bilan to'xtalib o'tsak. Asosiy qon tomirlar arteriya, vena hamda kapillyarga bo'linadi. Eng yirik qon tomirimiz va yurakdan chiquvchi deb aytgandik. Arteriyalarni yurakdan chiquvchi qon tomirimiz arteriya deb aytilib, ular 3 qavatdan iborat. Tashqi tomondan qalin biriktiruvchi, tashqi, o'rta qavati qalin muskul, o'rta qavat hamda ichki qavati yupqa, ichki qavat, yupqa bir qavatli epiteliyadan iborat hisoblanadi. Vena qon tomiri yurakka kiruvchi qon tomiri deganmiz. Vena qon tomiri ham arteriya qon tomiridan farq qilmasdan 3 qavatdan iborat, faqat tashqi tomoni biriktiruvchi, o'rta qavati ham muskul, faqat nimasi bilan farq qiladi? Yupqa muskul qavat bo'lishi bilan farq qiladi. Arteriyada o'rta qavat qalin, vena qon tomirida esa yupqa bo'lishi bilan farq qiladi. Ichki qavati esa shu arteriyaning qon tomiri bilan o'xshash, yupqa bir qavat epiteliyadan tashkil topgan bo'ladi. Kapillyar qon tomirlarimiz soch tolasiga nisbatan 50 karragacha mayda ko'rinishga ega bo'lgan, insonning hamma qismiga deyarli tarqalgan qon tomir hisoblanib, ular o'z navbatida bir qavat epiteliy to'qimasidan, ya'ni epiteliy qavatdan iborat bo'lgan qon tomirlar hisoblanadi. Endi qon aylash sistemasining boshqarilish mexanizmi haqida to'xtalib o'tsak. Qon aylash sistemasi boshqa organlar singari ikki xil yo'l bilan, ya'ni nerv hamda gumoral yo'l bilan boshqariladi. Nerv yo'li bilan boshqarilishi simpatik nerv tolasi yurak ishini tezlashtiradi. Bosh miyadan chiquvchi, bosh miyadan, deylik bosh miya, buni orqa miya deb oladigan bo'lsak, bosh miya bu orqa miya. Bosh miyamizdan 12 juft kalla miya nervlari chiqib, shuni bir jufti tananing pastki organlariga qarab ketadi. Va bu bir juft nervni biz adashgan, ya'ni parasimpatik nerv deb ataymiz. Demak, bu qaysi nerv ekan? Adashgan nerv tola. Bosh miyada demak 11 jufti saqlanib qoladi. Bir jufti esa tananing pastki organlariga qarab ularning ishini boshqarishga kirishib ketadi. Innervatsiyalanadi. Demak, adashgan, ya'ni parasimpatik nerv tolamiz yurak ishini sekinlashtiradi. Simpatik nerv tolamiz esa yurak ishini tezlashtiradi. Simpatik nerv tolamiz bu orqa miyaning qismlari bor edi bizda. Orqa miyaning qismlarini eslaringizda bo'lsa, yana davom etib anatomiyada nerv sistemasini o'zida o'tamiz. Bo'yin, ko'krak, bel, dumaza, dum deb aytadigan bo'lsak, simpatik nerv tola ko'krakning birinchi segmentidan belning 3-segmentigacha bo'lgan qismdan chiqadigan edi. Simpatik nerv tola.
Simpatik nerv tolasi. Ko'kragimiz 12 ta segmentdan iborat edi. Bel 5 ta segmentdan. Belning 3-segmentigacha chiqsa, jami demak, belning 3si, ko'krakning 12si, demak hammasini qo'shsak 15 ta segmentdan chiqadi. Nerv sistemasi mavzusida bu haqida ham yana to'xtalib o'tamiz. Endi qon aylanish sistemasining gumoral yo'l bilan boshqarilishi. Gumoral yo'l bilan boshqarilish. Gumoral yo'l bilan boshqarish bu suyuqliklar yordamida asosiy qon aylanish sistemasiga organizmdan chiqadigan gormonlar, ionlarning ta'sir mexanizmi natijasida qon tomirlar va yurak ishi o'zgaradi. Buyrak usti bezidan chiqadigan adrenalin gormoni yurak ishini tezlashtirib beradi. Gipofizning orqa bo'lagidan, gipofiz bilamiz 3 bo'lak deb aytib o'tgandik. Orqa bo'lagidan chiqadigan ADG, ya'ni antidiuretik gormon. Antidiuretik gormon yana boshqa nomi vazopressin. Vazo degani qon tomir. Press degani bosim. Ya'ni qon tomirlarni qon tomirini siqib qo'yadi. Natijada yurak ishi bu yerda susayadi, lekin bosim ortadi. Demak, qon tomirlar oldin keng holatda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bilamiz qon tomirining diametri keng holatda bo'lib turibdi. Endi vazopressin ta'sirida bu qon tomirlarining diametri kichik holatga o'tdi. Natijada bu yerda hajm ortgan, lekin bosim kam holatda bo'ladi. Vazopressin ta'sirida hajm, bu yerda qon tomirlarining ichidagi qonning hajmi kamayadi, bosim esa ortadi. Yana oddiy fizika qonuniyatlariga muvofiq tarzda bu yerda ishlashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hajm bilan bosim bir-biriga teskari proporsional. Vazopressin qon tomirlarini toraytirib beradi. Asosiy qon tomiri bilan ishlaydigan gipofizdan chiqadigan gormon hisoblanadi. Kalsiy ionlari to'g'ridan-to'g'ri yurak ishini tezlashtirib beradi. Tezlash funksiyasini bajaradi. Kaliy ionlari esa yurak ishini sekinlash funksiyasini bajaradi. Ya'ni sekinlashtirib beradi. Demak, bular bir-biriga bog'liq bo'lgan qon aylanish sistemasining boshqarilishi ekan. Endi qolgan boshqa ma'lumotlar bilan to'xtalib o'tsak, yurakning hajmi, sistola, diastola va boshqa ma'lumotlar bilan. Xo'p, demak, endi davom qilamiz. Yurak hajmlari, yurakdagi hajmlar. Yurak ikki xil mexanik hodisa sodir bo'ladi. Bular sistola hamda diastola hodisasi hisoblanadi. Sistolaga izoh beradigan bo'lsak, yurak qorincha bo'lmalarining qisqarishi sistola, bo'shashishi esa diastola hisoblanadi. Yurak hajmlari ikki xil bo'ladi: sistolik hajm va minutlik hajm. Sistolik hajm yurak bir marta qisqarganda, mana yurakni aytadigan bo'lsak, 4 kamerali deb tasvirlagandek, chap bo'lma, chap qorincha, o'ng bo'lma, o'ng qorincha. Yurak bir marta qisqarganida yurakdan chiqadigan qon hajmi bu sistolik hajm deyiladi. Demak, qisqarganda chap qorinchadan qaysi qon tomiriga? Aortaga chiqadigan qon hajmi 65-70 ml ni tashkil qiladi ekan. Minutlik hajmini topadigan bo'lsak, yurak 1 minutda 70 marta qisqaradi. O'zi yurakning bir martalik sikli haqida aytib o'tadigan bo'lsak, yurakning bir marta qisqarib bo'shashishi uchun, ya'ni
sistola va diastola uchun 0,8 sekund vaqt ketsa, 0,8 sekund 1 minutimizda demak 70 martagacha qisqaradi. Minutlik hajmni, ya'ni minutlik hajm 5 litrga yaqin bo'ladi. Maksimal chiqargan 70 millilitrni 70 martaga qisqaradigan bo'lsak, ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni bir marta qisqarganda 70 millilitr qon minutiga 70 marta qisqaradi. Bu 4900 millilitrni, ya'ni deyarli 5 litrga yaqin 4,9 litrni tashkil qiladi. Demak, bu yurakdagi hajmlar bo'ldi. Endi yurak qavatlarini ham endi bu yerda qisqacha to'xtalib o'tsak. Yurak qavatlari mana epikardium, miokardium, endokardium, ya'ni bu yerda ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu qavatlar o'rtasidagi suyuqliklarning qisqarishida ishqalanishni kamaytiradi. Sinovial suyuqlik haqida ma'lumot berib o'tilgan. Endi yurakning o'zini sxematik tasviri bilan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yurak klapanlarini ham o'tgan darsda to'xtalib o'tgandik. 4 ta klapan bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangizlar, o'ng bo'lma hamda o'ng qorincha o'rtasidagi 3 tavaqali, chap bo'lma va chap qorincha o'rtasidagi 2 tavaqali. Yurakning chap qorinchasidan aortaga chiqayotgan paytdagi yarimoysimon klapan, yurakning o'ng qorinchasidan o'pka arteriyasiga chiqayotgan paytdagi yarimoysimon klapanlar, ya'ni 4 ta klapanni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yurakning ishlashi. Yurakning ishlashi chap bo'lmacha sistola bo'lgan vaqtda chap qorinchada diastola bo'ladi. O'ng bo'lmachada sistola vaqtida o'ng qorinchada diastola bo'ladi. Ya'ni ishlash mexanizmi shundan iboratki, buni yurak mavzusida ham to'xtalib o'tganmiz. Yurakning klapanlarini ishlash mexanizmi. Boya aytganimizdek, bu o'ng bo'lmacha qisqarayotgan paytda bu bo'lmacha diastola, ya'ni bo'shashgan payt vaqtida bo'ladi. O'ng bo'lmachalar qisqarishi qorinchalarning dam olish vaqtiga to'g'ri keladi. Bularning qisqarishi, ya'ni qorinchalarning qisqarishi esa bo'lmachalarning dam olish vaqtiga to'g'ri keladi. Ya'ni sistola hamda diastola bir-biriga bog'liq holda ishlaydi. Endi maksimal bosim qorinchalar qisqargan vaqtda yuzaga keladi. Yurakda 2 xil bosim yuzaga keladi. 2 xil bosim. Bu bosimlar maksimal bosim hamda minimal bosim bo'ladi. Maksimal bosim hamda minimal bosim. Maksimal bosim qorinchalar qisqargan paytda, ya'ni qorinchadan qon aorta qon tomiriga chiqqan paytda yuzaga kelib, yarimoysimon klapanlar bu vaqtda ochiq holatda bo'ladi. Mana chap bo'lma, chap qorincha, o'ng bo'lma, o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha bu yerda. Demak, maksimal bosim bu yerdan qon chiqayotgan paytda chap qorincha sistola vaqtida yuzaga kelib, bu bosim millimetr simob ustunida, ya'ni sistola vaqtida yuzaga kelganligi uchun qorinchalar sistola qisqarayotgan vaqtida 110-120 millimetr simob ustuniga teng hisoblanadi. Minimal bosim esa qorinchalar bo'shashayotgan paytda, ya'ni diastola dam olayotgan paytda, bu yerda necha tavaqali klapanlarimiz bo'lishi haqida ham aytib o'tganmiz. 2 tavaqali klapanlar ochiq, bu yerda esa 3 tavaqali klapanlar bo'ladi. Demak, bu qism diastola, ya'ni dam olayotgan paytda bu yerdan qon bu yerga o'tayotgan, demak bu qisqarayotgan bo'ladi. Shu paytda yuzaga kelib, minimal bosim vaqtida 2 tavaqali klapanlar ochiq, chap qorincha esa diastola vaqtida bo'ladi. Bu bosim minimal bosim deyiladi. Bu vaqtda yarimoysimon klapanlar yopiq holatda bo'ladi. Albatta, diastola paytida bu yerdagi yarimoysimon klapanlar yopiq holatda, sistola vaqtida esa bu yerdagi klapanlarimiz ochiq holatda bo'lishi haqida o'tgan yurakning klapanlari ishlash mexanizmi tushuntirilgan darsimizda to'xtalib o'tgan edik. Endi bu yerda bir qancha savollarimiz berilgan. Bularga javob
berib o'tamiz. Xudo xohlasa darslarimizda yurak nimasi haqida to'xtalib o'tsak endi. Avtomatiyasi. Yurak avtomatiyasi yurakning o'z miokard qavatida hosil bo'lgan qo'zg'alishlarning bir me'yorda qisqarish mexanizmi, ya'ni yurak tanadan ajratilgan vaqtda ham yurak bir me'yorda qanday qisqarib turadi. Bu yurak avtomatiyasi deyiladi. Yurak 1 minutda 70 marta, bir kecha kunduzda 100 ming marta qisqarib, 10 tonna qonni haydab berishini aytib o'tgan edik. Xuddi nasos singari. Endi yurak sikli. Boya aytib o'tganimdek, yurak sikli bo'lmachalar va qorinchalarning bir marta qisqarib bo'shashi uchun ketgan. Demak, yurakning qisqarib bo'shashi uchun ketgan vaqtimiz yurak sikli deyiladi. Yurak bo'lmachalarining qisqarishi uchun 0,1 sekund, yurak qorinchalarining qisqarishi uchun esa 0,4 sekund vaqt ketadi. Demak, bizda bo'lmachalarimiz bo'lmacha, qorincha. Bo'lmachalar qisqarishi uchun 0,1 sekund, qorinchalar qisqarishi uchun esa 0,3 sekund vaqt ketadi. Demak, bu yurak sistolasi 0,4 sekundni tashkil qiladi. Diastolamiz esa demak, bo'shash uchun ham 0,1 sekund, qorinchalar bo'shash uchun ham esa 0,3 sekund oralig'ida bo'ladi. Demak, qo'shadigan bo'lsak 0,4 sekund sistolik, 0,4 sekund diastolik. Jami yurak sikli 0,8 sekundni tashkil qiladi. Bo'shash haqida bu yerda aytib o'tilgan. Demak, yurak sikli 0,8 sekundni tashkil qildi. Endi yurakning ishlash mexanizmi, yurakdagi innervatsiya, ya'ni nervlar orqali boshqarilishini boya to'xtalib o'tdik. Simpatik hamda parasimpatik nerv tolalari innervatsiya qilinishi gumoral hamda vazopressin gormonlari hisobidan amalga oshdi. Demak, qon tomirlarini tuzilishi 3 guruhga bo'linishi haqida ham to'xtalib o'tdik. Yurak qorinchalaridan chiqadigan qon tomir, venalarimizda yurak bo'lmachalariga kiruvchi qon tomirlar, kapillyar qon tomirlarimiz eng maydon to'qimalarda joylashgan qon tomir. Keyin bu yerda aytib o'tishimiz esdan chiqilgan. Bu arteriya qon tomiri, bu kapillyar qon tomiri, bu qon tomiri esa vena qon tomiri. Qayerdan bilinib turibdi? Demak, vena qon tomirining o'zini xos holatlari, bularda klapanlar bo'ladi. Demak, yurak tepada joylashgan a'zo sifatida aytadigan bo'lsak, yurakni inson tanasi vena qon tomirlari deylik, bu yerdagi venous qonni yurakdan tepaga haydashda qon orqaga harakatlanmasdan tepaga harakatlanib borib, yurakimizdagi bu yerdagi o'ng bo'lmachaga kelib quyilishi kerak edi. O'ng bo'lmachaga kelib quyilishda yurak klapanlari, vena klapanlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Arteriya qon tomirlari haqida ham aytib o'tdik. Yurakning chap qorinchalar qisqaruvchi qon tomir, chap qorinchadan chiquvchi qon tomir, eng yirik arteriya bu aorta qon tomiri bo'lishi haqida ham aytib o'tdik. Endi arteriolalarga keladigan bo'lsak, arteriolalar bular arteriyadan biroz maydaroq bo'lgan qon tomirlarni hisoblanadi. Bu yerda qavatlarning tuzilishi haqida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, tashqi tomondan tig'iz biriktiruvchi toladan iborat bo'lgan, demak, tig'iz tolali biriktiruvchi to'qima, keyin silliq elastik tolalardan tuzilgan. Silliq, demak, silliq muskulimiz bizda eslaringizda bo'lsa, buksimon shaklda ichida bitta yadrosi bor bo'lgan muskul qavat edi. Ichki qavat esa bir qavat epiteliy to'qimasidan iborat bo'ladi. Vena qon tomiri yurakning chap bo'lmachasiga quyiluvchi qon tomir, o'pka venasi haqida aytilyapti bu yerda. O'pka venasining yurak mo'ysida ham to'xtalib o'tdik. Buning tarkibida kislorodli qon bo'ladi. O'ng tagi o'pkadan ikkita o'pka venasi, chap qismdagi o'pkadan esa ikkita o'pka venasi. Jami o'pka venalari 4 tani tashkil qiladi.
Kavak venalarimiz esa bular o'ng bo'lmachaga quyiluvchi qon tomirlar hisoblanib, uning tarkibida karbonat angidli qon bor. Katta qonlanish doirasi kavak venalar bilan o'ng bo'lmachada yakunlanadi. Tanadan yuqorida joylashgan a'zolarda boshdan, qo'llardan, bo'yin qismlaridan yuqori kavak venaga qon tomirlarimiz orqali yuqori kavak vena orqali yurakka kelsa, yurakdan pastki organlarda pastki kavak vena orqali keladi. Mana bu yerda vena qon tomir va uning klapanlarini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qon aylanish doiralari. Qon aylanish doiralari haqida ham to'xtalib o'tganmiz. Qon aylanish doirasi katta hamda kichik qon aylanish doirasini sxematik tasvirini shu ko'rinishda endi yana bir marta takrorlab o'tsak. Katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan boshlanib, e'tibor qilganlaringizdan chiqib turib chap tomonga qayrilib ketgan, ya'ni biz buni chap aorta ravoq desak bo'ladi. Chap aorta ravoq yoki chap aorta yoyi. Demak, sut emizuvchilarda bo'lgani kabi odamda ham aorta qon tomiri chiqib turib chap tomonga burilib ketgan bo'ladi. To'qim organlarga borib, e'tibor qilganlaringiz to'qim organlarga borib, tanada yuqori hamda pastki organlar o'zidagi kislorodli qonni berib, venöz qonga aylanib pastki kavak vena orqali o'ng bo'lmachaga, bu yerda yuqori kavak vena orqali yana shu o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi. O'ng bo'lmachadan 3 tabaqali klapan orqali o'ng qorinchaga, u yerda esa chiqib turib o'pka arteriyasi, ya'ni ikkiga bo'linib ketgan, o'ng o'pka va chap o'pkaga boruvchi o'pka arteriyasi orqali o'pkaga borib, u yerdan e'tibor qilishlaringiz mumkin. Mana 1-2 ta o'pka venalari orqali yana chap bo'lmachaga kelib quyilish jarayoni bu yerda tasvirlab o'tilgan. Demak, endi kichik doira haqida to'xtalib o'tilgan. Bu yerda kichik doirani ham undan oldingi tasvirda tushuntirib o'tdim. Qon bosimi haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Qon bosimi va uni o'lchash. Qon bosimi qon tomirining devoriga ko'rsatgan bosim kuchidan yuzaga keladi. Bosim ikki xil: arterial hamda vena bosimiga bo'linadi. Odatda yurak qon tomir sistemasi ish faoliyati arterial bosim o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Arterial bosimning o'zi ikki xil bo'lishini aytib o'tdik, maksimal hamda minimal bo'lishini. Maksimal bosimning yana bitta nomi sistolik bosim, minimal bosimning yana bitta nomi diastolik bosim deyiladi. Maksimal bosim yurakning chap qorinchasi qisqarganda qonning aortaga va boshqa arteriya qon tomirlar devoriga ko'rsatishi natijasida yuzaga keladi. Va bu bosim sistolik bosim deyilishini ham aytdik. Uning bosimning kuchi 110-120 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Minimal bosim chap qorincha kengaygan, ya'ni diastola vaqtida yuzaga kelib, aorta va boshqa arteriya tomirlarning bosimning kamayishi yuzaga keladi. Bu paytda ya'ni kamayib turibdi. Deylik, buni ariqdagi suvni oldiga nimadir tashlash, ya'ni ariqdagi suvni to'sib qo'ysak, bu yerda ariqning chetki qismlariga bosim kamayishi yuzaga keladi, lekin bosim to'xtab qolmaydi. Shuning uchun shunga o'xshash qilib olsak bo'ladi. Demak, bu yerda yurak kengaygan holatida, ya'ni diastola paytida yuzaga kelgan bo'lib, 70-80 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Mahalliy tilda, jaydari tilda mening davleniyam 120 ga 80 bo'lishi kerak deyilgan gaplarni eshitganmiz. Ya'ni bu 120 degani maksimal sistolik, 80 deganimiz minimal diastolik bosim hisoblanadi. Endi bu bosimlar o'zgaradimi? O'zgargan holatida qanday holat yuzaga keladi? Va o'zgarishi nima deyiladi? Shu haqida ham to'xtalib o'tsak. Arterial bosim yelka arteriyasida o'lchanadi. Yelka arteriyasida o'lchanadi. Odatda arterial bosimning normaga nisbatan ortishi, ya'ni 110-120 ga nisbatan ortib ketishi gipertoniya. Giper oshib ketish, toniya
tonusini ortib ketishi deyilyapti. Buni pasayishi gipo. Pasayish, past degan. Pasayib ketishi ya'ni 70, 120, 110, 120 dan oshib ketishi bu gipertoniya. 70, 80 mm simog' ustidan tushib ketishi bu gipotoniya hisoblanadi. Xo'p. O'lchaydigan asbob sfigmomanometr yoki tonometr asbobida o'lchanadi. Manometr bu yerda e'tibor qilishingiz mumkin, uni ko'rsatkichlari bo'ladi, shkalasi. Manjet yelka arteriyasidan. Endi bu yerda keyin yelka arteriyasini o'lchashimiz uchun fonendoskop, stetofonendoskop haqida aytilyapti. Keyin uning maxsus ballonchasi bo'ladi. Bu yerda arterial bosim o'lchanadi. Uning mexanizmlari bilan tibbiyot oliygohlarida nasib qilsa yoki bo'lmasam hamshiralik malaka oshirish kurslarida to'xtalib o'tishingiz mumkin bo'ladi keyinchalik. Demak, bu yerda yelka arteriyasidagi bosimning oshishi yoki kamayishi haqida aytildik. Demak, bu yerda kamayish deyilgan paytida 110 ga 120 mm simog' ustidan ortib ketish, pasayishi gipotoniya bo'lsa 110, 120 dan ham kamayish. Demak, bu kamaygan paytda ham 70, 80 mm simog' ustidan ham albatta kamayish holati yuzaga keladi. Xo'p. Endi tomir urishi yoki ba'zi adabiyotlarda puls. Qorinchalar qonning bosim ostida tomirlarga haydagan paytda, ya'ni yurak qorinchasidan qon tomirga qon chiqqan paytda qon tomirimiz tebranadi. Bu tebranish, qon tomirining tebranishi. Demak, bu holatda turgan qon tomir bosim bilan chiqqan paytda u tebranadi. Tebranish holati yuzaga keladi. Bu tebranish puls deyiladi. Puls teri ostidagi yuza joylashgan arteriyalardan tomir yelkasi, tomirlardan o'lchashimiz mumkin. Yelka arteriyasidan o'lchashimiz mumkin. Bilakdan, ikkiga shoxlangan joydan, chakkadan, boshqa joylardan ya'ni yuza joylashgan arteriyalardan o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, panjaning ichki tomonidan, bo'yinning yon tomonidan o'lchashini aytishimiz mumkin bo'ladi. Endi qonning tezligi haqida to'xtalib o'tsak. Qonning tezligi. Qon bu gematologiya degan fan bor o'zi. Gemo degan qon, dinamika bo'lsa harakat. Qonning tezligi o'z navbatida oqish tezligi yurakka yaqin bo'lgan joylarda albatta bosim yuqori, yurakdan uzoqlashgan sayin esa bosim albatta kamaygan holatda bo'ladi. Aortalarda bosim judayam yuqori, sekundiga 40 cm ni tashkil qiladi. Arteriyalarda esa 40-10, arteriolarlarda esa 10-01, kapillarda 01, venalarda esa 03-05 ni tashkil qiladi. Bu yerda katta va kichik qon aylanish doirasining sxematik bir-biridan o'tish mexanizmi tasvirlanib o'tilgan. Endi kelinglar sizlar bilan limfa sistemasi haqida ham to'xtalib o'tsak. Limfa sistemasi. Limfa sistemasi odam tanasidagi qon bilan birgalikda limfa suyuqligi ham oqadi. Limfa suyuqligi limfa aylanishdan maqsad organizmning mikroblarga qarshi himoyalash hisoblanadi. Sababi limfa tarkibida biz leykositlarning bir turi bo'lgan limfatsit, ya'ni biz uni aytib o'tganmiz. Leykositlarning turlaridan qaysi biriga kiradigan edi? Agronulatsit. Agronulatitlarga, ya'ni donasiz leykositlarga mansub bo'lgan limfositlar limfa suyuqligi tarkibida bo'ladi. Limfa suyuqligi limfa tugunlaridan ishlab chiqariladi. Odam tanasida 460 ga yaqin limfa tuguni bo'lib, ular 1-2 litr limfa suyuqligi bor hisoblanadi. Endi limfa suyuqligi sutkasiga 1,2-1,5 litr. Buni testda e'tibor qilishingiz mumkin. Nima bilan tashlaydi? O't suyuqligi bilan. O't suyuqligining miqdori bizda 70
1200 millilitr bo'lsa, demak buning hajmi 1200-1500 millilitrni tashkil qiladi. O't suyuqligining sutkalik miqdorini toping. Keyin limfa suyuqligining sutkalik miqdorini toping deyilgan testlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi yurak orqali butun tanaga tarqaladi. Limfa tomirlarining ham vena qon tomirlariga o'xshash tarafi klapalari bo'lib, ulardan faqat limfa suyuqligi oldingi harakatni ta'minlab beradi. Endi limfa suyuqligi qaysi qon tomiriga quyilishi va uning sxematik tasviri bilan kelinglar ushbu chizmada to'xtalib o'tsak. Limfa aylanishi. To'qima organlarga e'tibor qilishlaringiz mumkin bu yerda. To'qima organlardan boshlanadi. E'tiborli jihati limfa sistemasi to'qima organlaridan boshlanib, hujayralar to'qima suyuqligidan albatta bu yerda hosil bo'lib, keyinchalik harakat qayerga ketdi? Limfa tomiri orqali limfa tuguniga. Limfa tugunidan keyin limfa tomiri orqali pastki kavak venaga yoki yuqori kavak venaga quyishi mumkin bo'ladi. Demak, kavak venalariga qo'shilib ketadi ekan limfositlarimiz. Endi limfa tugunlari haqida xarakter va xususiyatlarni aytadigan bo'lsak, bu limfa tuguni filtr funksiyasini ham bajarib beradi. Filtr deganimiz limfa tugunidan tana va to'qima organlarida kelayotgan yoki bo'lmasam mikroblar filtrda tutilib qoladi. Va bu yerdan yurakka yoki bo'lmasam yurakka mikroblarning o'tishini ham oldini olib beradi. Ya'ni filtr funksiyasini bajarib beradi. Odatda yuqumli kasalliklar bilan yoki jiddiy kasalliklar bilan kasallangan holatlarda limfa tugunlarining yiriklashuv holatini ko'rishimiz mumkin. Demak, normaga nisbatan, deylik, shu holatdan bu holatga o'tib qolsa, bu limfa tugunlar yiriklashdi. Nima hisobiga? Bu yerdagi filtr mikroblar bilan zararlanib yiriklashuv holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Taloq haqida ham to'xtalib o'tganmiz. Taloqning qorin bo'shlig'ida chap tomonning yuqori qismida, chap qovurg'alar yoyi ostida, o'ng qovurg'alar yoyi ostida bilamiz jigar joylashgan. Massasi 140-200 grammni tashkil qiladi. Ularda limfositlar hosil bo'ladi. Limfosit hujayralarimiz limfa tomirlariga chiqarilib beriladi. To'qima organlardan boshlangandan keyin asosiy limfositlarimiz taloqlarda hosil bo'lib, taloqda hosil deylik, bu organni taloq deb tasavvur qilsak, deylik, taloqdan to'qima organlarimizdan limfosit, undan esa yurakka limfosit hujayralarini qo'shilib ketish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari qon deposi, ya'ni qon taloqda zaxira holda saqlanadi. Bundan tashqari vaqtdan o'tgan qon hujayralarining taloqda parchalanishini ham qon hujayralari eritrotsit, trombosit, leykosit mavzusida to'xtalib o'tgan edik. Endi patologik kasallik holatlari qanday bo'ladi? Tomirlarda o'rta yoshdagi odamda 5 litrga yaqin qon bo'ladi. Albatta bu odamning yoshiga, nimasiga bog'liq holatda bo'ladi. Shuni 2-2,5 litrni, ya'ni teng yarmini yo'qotishi arteriyalarda halokatga olib keladi organizmda. Arteriyalardan qon ketishi juda xavfli hisoblanadi. Bunday holatlarda qo'zloq qo'yiladi. Qo'zloq qo'yilgan holatini ko'rishimiz mumkin. Arteriyadan qon ketish holati, sababi bu yerda qon juda ham katta bosim. Qo'zloqni qo'yish mexanizmi, ya'ni o'rtada bu yerda qattiq bitta tasma cho'pcha bilanmi, boshqa material bilan siqib qo'yish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Qo'zloq 2 soatdan ortiq turmasligi kerak. Sababi 2 soatdan ortiq turadigan bo'lsa, shifoxonaga olib borilmasa, bemor shifoxonaga olib borilmasa, shifokor ko'rigidan o'tmasa, bu yerga nerv, oziq modda bormasligi tufayli nekroz, ya'ni to'qima organlaridagi to'qima organlar kislorod qolishi hisobiga ulardan ajralib qolishi mumkin bo'ladi. Miokard infarkti yurak muskullarining yemirilishi, yurak edi, mushak edi. Insult, bosh miyaga qon quyilishi. Gipertoniya, arterial bosimning oshib ketishi, ateroskleroz, qon tomirlari devorida
qon tomirlari devorida tuz plus yog'larning to'planishi hisobiga nayning, ya'ni qon tomir nayining torayib qolishini yuzaga kelishi hisoblanadi. Qon tomirlari bu yerda mo'rtlashib, qalinlashib, tuz va yog'larni to'planib qolish holati yuzaga keladi. Shuningdek, spirtli ichimliklar chekish yurakka ziyon yetkazadi. Bitta sigaret chekkanda qon tomirlar 30 minutgacha siqilgan holatda bo'lishini ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Endi bugungi mavzumiz yurakning holatlari, qon tomirlar, limfa sistemasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Limfa sistemasiga yana bir marta diqqatlaringizni qaratishlaringizni so'ragan bo'lardim. Limfa sistemasining boshlanishi so'raladi. Demak, to'qim organlaridan limfa tomir, undan esa limfa tugun, keyin esa limfa tomirlari yana, keyin esa yuqori yoki pastki kavoy venaga quyiladi. Limfa tomirlari hamda vena qon tomirlarining farqi ularda klapanlarning bo'lishi hisoblanadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.